yig'ilaveradi ham, chachilaveradi ham. O'zbekistonda yangilik xon taxtalarimiz oson yig'ilar ekan. Oilaviy ayollar ham bemalol shunaqa qilib yig'ib ketaverasizlar. Xotirjam. Liboy mashinaga orqaga piknikka chiqqanlarni ham ko'tarib ketaverasizlar. Hozir to'liq ma'lumot usta akalarimizdan olamiz. Yangilik qilib qo'yishibdi. Qana materiallar, qana razmerlari, qaysi shaharlarga dastlabkilar borligini to'liq ma'lumot usta akamizdan olamiz. Biz videoda orqasiga o'tib olamiz. Assalomu alaykum. Admashtaga yaxshimisiz aka? Buni qana qulayliklari bor, qana to'g'ri xon bilan farqlari bor. Shuni ma'lumotini bersangiz. Oddiy xondan farqi shundaki, buniki yig'ilaveradi ham, sachilaveradi ham, bu joyga ham tushib ketaveradi. Eng yaxshi tomoni domlarda yashaydi xonlar. Undan tashqari hovlisi kichikroq, xonasi kam xonadonlar bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, ya'ni katta xonni olib kirib turib joyda egalash kerak emas. Mana shunaqa ixchamgina holatda bemalol foydalansa bo'laveradi. Hozir usta akalarimiz o'zi video chiqishda qolishmaydi, shuning uchun biz kadrda orqasidan sizlarga ma'lumotlar berib o'tib ketamiz do'stlar. Hozir metrda ham oladigan bo'lsak, buni metrda o'lchab, razmeri nechiga nechi bo'ladi? Qana materialdan bo'lgan ekan. Bunisi eng kichkinasi hisoblanadi. Mana oliyda xon bo'lsa, taklangan holatda eng kichkinasi 60 bo'ladi. Bu tomoni esa mana 75. 75 yig'ilganda. Yig'ilgan holatda. Piknikka chiqqanda ham liboy mashinalarga sig'ib ketaveradi orqa bagajiga. Misol oilaviy chiqasizmi, o'rta yarimmi farqi yo'q. Narxi ham juda qimmat emas ekan. Narxi eng kichkinasi 450 ming so'm. 450 ming so'm. Misol 8 kishi yo 6 kishi chiqadigan bo'lsangiz ham 70 ming so'mdan tushar ekan. Bitta shunaqa holatda tushadi. Bu 6 kishilik hisoblanadi. Agarda siqilib o'tiraman deydigan bo'lsa, bunaqa bo'lib bemalol bir 8 tasi tushadi. Video musiqani o'chirib turamiz. Xo'p, endi ochib ko'rsatadigan bo'lsa, mana bu yerda tili bo'ladi. Mana shu tilini shuni oladigan bo'lsa, ochiladi. Mana shunday ochilib ham ketadi orada. Mana shunday holatda ochiladi do'stlar. Zicha qoldi, oyoqqa yomon tushadi. Xo'p, endi bunisini bunday qilib ochamiz. Yig'ilishi juda ham oson. Ya'ni tomoshabinlarga osonroq bo'lishi. Agarda mabodo bunday bo'lib bo'shab qoladigan bo'lsa, mana bu gayka botli bo'ladi. Bemalol qatirsa bo'ladi, qatirib olsa, yana qattiq bo'lib qoladi. Bo'lib qoladi. Dikilab turibdi, misol mana. Bemalol gaykada shu. Keyin mashina ekan, yana bitta variant bo'lsa, olasa monisini qayrib qo'yib, to'ralasidan ham tikib so'laverar ekan, Mana, misol uchun deylik. 4 ta oyog'ida turadi. Misol oyog'imni cho'zib o'tiraman deganlar bo'ladi. Bemalol naq qo'ysa bo'laverar ekan. Bemalol turaveradi. Oyog'ini ham bemalol cho'zib o'tiraveradi. Endi mabodo yuki og'irlik bo'lib ketadigan bo'lsa, og'irlik tushmasin yoki anaqa bo'lsin deydi xon bo'lsa, mana bunisini shuni oladi. Shuni tushirib qo'yadi. Shuni tushirib qo'yadi, bo'ldi. Mana shunday holatda turadi. Buni aka razmerlarimiz qanday razmerlarimizda bor? Uy narxlari necha pulgacha? Qana dastlabkilar bo'ladi? Xo'p, bu eng kichkinasi aytib o'tgandek, uzunligi shu holati 120 ga 75. Ya'ni demayotganlar uchun mana. Bunga bemalol 6 kishi sig'averadi. 120 ga 75 bo'ladi. Bunga mana bunaqa bo'ladigan 6 ta sig'averadi. 7 ta norma, 8 ta rosta siqilib qoladi. Narx 450 ming so'm. 6 ta oyoqli. Endi shuni kattaroq bor, mana bunisi bor. Bunisi 90 ga 75, ya'ni kichkina, ya'ni shunday holatda mana 90. Yig'ma holatda. Yig'ma holatda. Bag'i 75 bo'ladi. Bag'i 75 bo'ladi. Bunisi ochilganda 1.5 ga 90 bo'ladi. Narxi 550 ming so'm. 550 ming so'm. 550 ming so'm. Dastlabkilar pitaydan pitaygacha biz hozirgi kunda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. Vodiychi 50 ming 60 ming atrofida pitaydan pitaygacha, Toshkentga Qo'yliqqacha 70 ming 80 ming so'm atrofida, voha tomonlar 100 mingdan 150 ming so'm atrofida olib borib berishadi. Material hammasiniki bir xil, faqat razmerda farq qila oladi. Oyoqlari terak. Bo'ladi sasna, bu yerda panel. Bundan ham kattasi bor, biz ko'pchiligimiz deganlargacha aka. Bunisi bor, eng kattasi. 1 ga 2 metr bo'ladi. Ya'ni ochilganda bundan 6 ta oyog'i bor, joy anchagina katta. Buni narxi keladigan bo'lsa, bu endi ko'proq material kelgan hisobiga bu narxi 1 million so'm atrofida chiqadi. 1 million so'm atrofida. Buni faqat pitaydan pitaygacha olib borish narxi bulardan ko'ra ham qimmatroq. Masalan, bular misol uchun bu 50 ming bo'lsa, u 100 ming bo'lib qoladi. Yo'q, jonchalik bo'lsa bir 60 ming, 70 ming. Hech qanday 20 ming, 30 ming razniца qilar ekan. Chunki gabarit kattalar hisobiga. Aka, misol Vodiydan, misol Farg'onadan, misol bizga Qoraqalpoqqa dastlabki qilib bering desa ham qilib berilaveradi. Bemalol. Faqat dastlabki pulini o'zlari to'lashadi. Misol 50 mingga kelishsa, o'zlari
50 mingga kelishadi, 100 mingga kelishadi, o'zlaridan-da u. Ha. Faqat sizlarga tashlab bersa, tayyor, misol bizga hozir sizga telefon qilib, aka bizga chiqarib yuboring, pulini tashlayveramiz desa, chiqarib yuborasiz, tayyor bor. Pochtadan chiqarib olsa oldindan 100% pulini to'lab berishadi. O'sha filial, misol 12 ta viloyat filialga boradi, adashmagan bo'lsam, bir donasini 100 ming yo 150 ming so'm atrofida olib borib beradi. Olib borib beradi. Yo'lovchidan chiqarsa ham xuddi shunaqa, faqat yo'lovchidan chiqarib yuboradigan bo'lsa, holatiga qarab yo moshinadan berib yuboradi, yo kelishiladi. Lekin pochta orqali bo'lgan bo'lsa 100% oldindan pul to'laydi. Kimga shunaqa xon taxtalar kerak bo'lsa, pastda nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Usta akalarimiz to'liq ma'lumot, yana qana savollaring bo'lsa, hammasiga javob berishadi. Abdumajid aka, rahmat sizga ham.